Assalomu alaykum. Full stack step by step darslarimizning 40-soni. Bugungi darsimizda user registration ni implement qilamiz backend tomonda. Undan oldin, demak, oldingi darsimizda user is verified column qo'shgan edik. O'sha darsimizda qolib ketgan bir qismi bor edi. O'shani tuzatib qo'yamiz. Xo'p, bu ham bo'lsa user set user verified da bir marta run qilib yuboraylik. Hop, start. Env faylimiz yo'q shekilli. Hop, yana bir marta start. Hop, migratsiyalarimiz ishladi. Yana kiramiz. Hop, muammo shundaki, mana bu query agarda bironta user topmasa normal ishlaydi. Va biz shu narsani oldin olishimiz kerak. Biz uning uchun funksiya yozganmiz oldin. Funksiyaning nomi ensure non-zero row count degan. Demak, query'mizni shunga o'rasak, bu row count 0 emasligini tekshiradigan funksiya. Ya'ni mana bu query'ni ishlatgan paytimizda bizga row count 0 dan katta row count kelishi kerak. Xo'p, mana shu narsa qolib ketgan edi. Shuni tuzatib qo'ydik. Xo'p, bugungi darsimizga davom etamiz. Demak, user registration. Birinchi qiladigan ishimiz user register qilishimiz uchun bizga migration kerak bo'ladi. Kelinglar, oldingi skriptimizni ishlatamiz. Migrate uchmas, bu to'r bo'ladi. 1 2 3, demak bu to'r. Migrationimizni ichida bitta table yaratamiz. User registrations degan. Register qilgan userlarni ma'lumotlarini o'sha yerga tashlab turamiz vaqtincha. Xo'p, bu nimaga kerak? User register qilgandan keyin uni ma'lum bir odamga tegishliligini tekshirishimiz kerak. Qaysidir yo'llar bilan, masalan, email confirmation bo'lishi mumkin, Telegram orqali confirmation bo'lishi mumkin yoki boshqa turdagi confirmation bo'lishi mumkin. Buning uchun tizim bitta unique demak token generate qiladi va userga o'sha tekshirish metodlarini bironta yo'li bilan userga jo'natadi uni. Masalan, email bo'lsa, email orqali jo'natish mumkin. Yoki Telegram bo'lsa, Telegramdan link tashlab turib, mana shu linkni demak follow qiling deb aytish mumkin va hokazo. Demak, muhimi bitta confirmation code generate qilamiz va uni user tasdiqlaydi. U confirmation codega ma'lum bir muddat beramiz. Demak, aytaylik, bir kun yoki bir oy, har xil o'zimiz xohlagancha muddat beramiz. Xo'p, va bu demak confirmation bir martagina ishlaydi, one time only. Demak, shuning uchun create table. Tablening nomini user registrations deylik. Xo'p, user registrations va drop table user registrations. Endi table ichida nimalar bo'ladi? Xo'p, ID albatta. Serial. Hop, primary key. Yana demak user ID bo'ladi. Biz username va passwordini user table'ga insert qilib qo'yaveramiz. Lekin oldingi darsimizda o'sha qo'shgan is verified columnni false holatida qolib ketadi. Ya'ni bu user verified bo'lmagan userlar bo'lib turadi. Hop, user ID, demak mana bu joyga user ID ni ulab qo'yamiz. Demak, int bo'ladi, not null. Va bu references user table ni ID columniga.
Hop, confirmation code. Hop, bu bo'ladi UUID. Bu ham majburiy. O'zi column qo'shgan paytida har doim by default not null qo'yib turib, keyin o'ylash kerak bu narsa optionalmi deb. Demak, by default not null qilgan yaxshi. Ya'ni columnni biz bir maqsad bilan qo'shamiz table'ga va qaysidir columnlarni faqatgina demak optional qilishimiz mumkin, tanlab qolganlari not null. Hop. Valid until. Ya'ni bu qachongacha ishlaydi? Bunga timestamp tz time zonali timestamp beraylik. Hop, chunki serverimiz boshqa time zonada turgan bo'lishi mumkin, user boshqa time zonada bo'lishi mumkin. Yoki serverimizdagi applicationimizni bir demak locationdan boshqa locationga tashigan paytimizda time zonlar buzilib ketishi mumkin. Ya'ni masalan Londonda turgan serverdan Japonga olsak, time zonalar o'zgarib ketishi shuning uchun timestamp tz ishlatadigan bo'lsak, o'sha ko'chirgan paytimizda time zonalari bilan ko'chib o'tadi va hech narsa buzilmaydi. Hop, not null. Hop, is confirmed. Ya'ni biz aytdikki, bu bir marta ishlaydi. Demak, bir marta user qanaqadir yo'llar bilan confirm qilgandan keyin bu boshqa confirm bo'lmaydi. Yoki yana bir marta confirm qilmoqchi bo'lsa aytadi. Bu ishlatilgan token deb. Albatta bu ham not null. Hop, default false. Hop, qolganlarga default value kerak emas. Confirmation application generate qiladi, valid until application o'zi hal qiladi. Qachongacha ishlash kerak bo'lish. Hop. Start qilaylik. Migration run bo'lsin. Nima dedi? Bir marta orqaga qaytarib olaylik buni. Va oldinga qaytaramiz va yana bir marta run qilamiz. Notor yozdik shekilli. Bir tekshirib qo'ydik. Hop. Create table, user registrations, ID, serial, primary key, user ID, int dedik ona, not null, references, users ID dedik to'g'ri, confirmation code dedik, UUID not null, hop, valid until, timestamp tz not ikkita o'qibdi. Not null. Hop, yana bir run qilamiz. Demak, migrationimiz ishladi. Endi keyingi qiladigan ishimiz demak implement DAO method. Demak bu boshqa table bo'lgani uchun kelinglar, bunga boshqa DAO ochib qo'yaylik. Nima deymiz? User registrations plural ishlatyapmiz DAOlarni folderiga va fileni create user registration ts export const. Hop, client db client. Bizga nimalar kerak buni yaratishimiz uchun? Birinchi kerak bo'ladigan narsa demak values bo'ladi bu. Birinchi kerak bo'ladigan narsa user ID albatta. Qaysi usergaligi? Buni type number. Keyingisi confirmation code. Hop, buni type string, aslida UUID, endi JavaScript string bo'ladi. Hop, valid until. Buni type date bo'ladi.
Hop. DB client dedik. Hop. Endi get qaysi bir ishlatardik, demak bitta rekord bo'lgandan keyin return get row deymiz. Client query SQL functionimiz va insert, albatta insert into user registrations. Hop, nimalar kerak bo'ladi bizga? User ID, confirmation code, valid and hop. Keyin values deymiz. Va valuedan berib ketamiz. Demak, values user ID birinchisiga, ikkinchisiga values confirmation code, uchinchisiga values validant. Hop. Validantning type tushmadi shekilli. Confirmation is of type. Mana confirmation code qarang, string bo'lib keladi, lekin database da UUID bo'lgani uchun buni Postgres da kast qilamiz. Hop. Demak, davomimiz tugadi. Bitta index fayl ochib turib, export const user registration DAO create user registration. Hop, DAOmiz ham tayyor. Yapamiz. Keyingisi demak create endpoint. Endpoints file deydi. Hop, export const endpointimizni nima deymiz? Register user endpoint. Hop, endpointimizda o'zgaruvchi pathda bo'lmaydi, shuning uchun type berishimiz shart emas. Hop, qaysi metod post bo'ladi? Qayerga? Hop, usersga bo'lsin. Endpointimiz ham tayyor. Hop, bularni endi exportga qo'shib olishimiz kerak. Export type register user. Demak, hozircha faqat endpointimiz bor ekan. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz o'zi handler implement qilishimiz kerak, lekin handler implement qilishimizdan oldin bitta narsamiz bor. Bu handlerda ikkita rekord yaratiladi. Bittasi user rekord yaratiladi va ikkinchisi user registration rekord yaratiladi. Mana shu holatda agarda user rekord yaratilishda xato bo'ladigan bo'lsa, u demak commit bo'lmasligi kerak. Bu narsani database da transactionga o'rash orqali amalga oshiriladi. Ya'ni ikkalasi birga fail bo'lishi kerak yoki ikkalasi birga succeed bo'lishi kerak. Hop, uning uchun bitta mana bu demak database ga aloqador hamma narsamiz pool test edi. Bitta function yozamiz. Function nomi wrap into transaction. Hop, export const wrap into transaction, bu demak async.
Xo'p, functionimiz generic bo'ladi. Nimagaki? Demak, bu functionga demak bitta funksiya beriladi. Va u funksiyadan qaytadigan qiymat bu funksiyani ham qaytadigan qiymati bo'lishi kerak. Demak, bu functionni signature qanaqa bo'ladi? Bunga klient beriladi. Pool klient. Bu joyda pool klient bo'ladi. Sababi oldin bodyni yozaylik. O'shani to'g'ri tushuna olamiz. Nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz. Demak, transactionlarda qoida bo'yicha demak begin, commit, rollback statementlar ishlaydi. Bu statementlar hammasi bitta connectionni ustidan ishlashi kerak. Shuning uchun biz boshdan pooldan bitta connection olamiz. Client deylik uni. Client demak pool connect. Mana shu orqali pooldan albatta await qo'yishimiz kerak. Bu promise bo'lishi kerak edi. Promise ekan. Await. Endi mana bu klientni type'ini qaraydigan bo'lsak, bu pg pool client. Demak, pg pool client bo'lganki, mana shu narsani biz mana bu funksiyaga beramiz. Bu funksiya uni ishlatadi. Shuning uchun demak signature'da input paramga pool client beramiz va bu funksiya bizga promise qaytarishi kerak. Promise of t. Hop, mana shu t ni bu yerda ushlab olamiz, kechqib olamiz. Demak, funksiya nimani promisini qaytarsa, bizdan ham xuddi o'shani promise qaytish kerak bo'ladi. Xo'p, endi qolgan narsani try kechga o'raymiz. Try deymiz. Birinchi qiladigan ishimiz await client query begin. Mana bu transaksiyani birinchi qismi. Transaksiya boshladik mana shu begin bilan. Ikkinchi functionni call qilamiz. Nima bilan? Client bilan. Va uni await qilamiz. Chunki function promise qaytaradi. Va functiondan qaytgan demak resultni olib qo'yamiz. Chunki buni qaytarishimiz kerak orqaga. Qaytarishdan oldin demak yana await qilib turib transaksiyani yopib olamiz. Query commit. Mana bu joyda ishimizni qilib bo'ldik. Hamma ish demak mana bu f function ichida bajariladi. Nima database bilan nima ish qilinsa, function ichida bajariladi. Va oxirida tugagan paytda commit demak query jo'natiladi va mana shu joyda agarda bironta xato bo'ladigan bo'lsa, rollback bo'ladigan bo'lsa, mana shu function ichida qilingan hamma narsa orqaga qaytib ketadi. Xo'p, endi biz o'sha resultni qaytarishimiz mumkin. Endi xo'p, agarda muammo bo'lsa, catch qilamiz. Errorda birinchi qiladigan ishimiz client query rollback. Orqaga qaytar hamma narsani deymiz. Keyin yana throw qilib yuboramiz errorni. Chunki demak wrap into transaction await qilgan odam demak errorni olishi mumkin. Shu error unga kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni try catchga o'rab turib error case'ni demak handle qilish mumkin. Shuning uchun yana rethrow qilib yuboramiz. Biz bu yerda catch qilishimizdan maqsad mana bu rollbackni ishlatib olish. Oxirida tugagandan keyin finally mana bu klientni demak poolga qaytarib beramiz. Uning uchun nima deymiz? Client release. Bu adashmasam promise emas edi. Demak promise emas ekan. Xo'p, klientni joyiga qaytarib berdik. Shu bilan wrap into transaction implement bo'ldi. Xo'p, endi buni nimada keyingisi nima ekan bizda implement qildik. Endi handlerni implement qilsak bo'ladi. Xo'p, uning uchun routersda, usersda register user ochaylik. Register user.ts.
export const register user create rootga nimalar berardik? Birinchi endpoint, demak register user endpointimiz bor. Ikkinchi narsa process. Demak bu yerda auth kerak emas. Auth turib qo'ymaymiz. Demak avtorizatsiyadan o'tmasdan ham o'zini register qilish mumkin. Body schema beramiz albatta. Kelayotgan inputni tekshirishimiz kerak. Zot object import zot from zot. Nimalar kerak bizga userdan register qilish uchun? Hozircha username, zot string va password. Boshqa narsa kerak emas. Xo'p. Keyinchalik bo'tga nima qo'shamiz? Email qo'shamiz. Hozir uning uchun yana boshqa migration qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi process. Async. Demak, body schema bo'lgandan keyin bizda body bor bo'ladi. Xo'p. Mana shu yerda demak transactionga o'rashni boshlaymiz. Demak, await wrap into transaction deymiz. Async. Mana bunga demak klient keladi dedik. Type pull client bo'ladi buni. Xo'p. Endi birinchi qiladigan ishimiz userni create qilishimiz kerak bo'ladi. User DAO create user. Demak bu yerga klientni beramiz. Demak username body dan olamiz. Passwordni ham body dan olamiz. Xo'p, mana shu joyda passwordni o'zi emas, crypto bilan hash qilib olishimiz kerak bo'ladi. Import crypto from node crypto. Crypto hash SHA256 va password. Hop. Wait qilamiz buni. Bu bizga user beradi. Hop, userni oldik. Endi user registrationni yaratishimiz mumkin. Await user registration DAO create user registration. Client beramiz. Hop. User ID ga albatta user.id beramiz. Confirmation code. Bunga cryptoda random bytes degan bor. Random bytes. Hop, unga size berishimiz kerak. 16 beraylik. 16 bersak, menimcha UUID beradi. Va buni string ga aylantiramiz. Hex qilib, o'shanda adashmasam UUID bo'ladi bu. Hop. Valid untilga date deymiz. New date. Hozirdan date.now dan qo'shamiz. 24 soatlik. 24 ko'paytirilgan demak 60 minut bo'ldi. Ko'paytirilgan 60 sekund bo'ldi va ko'paytirilgan 1000 bu millisekund bo'ldi. Xo'p. Date now.
demak user registration ham qaytib keldi. Buni ham olaylik. Const user registration barobar va ikkalasini qaytaramiz. Return user registration. Endi bundan qaytgan narsa, mana bu funksiyadan qaytgan narsa bizni mana bizdan return value bo'ladi. Hattoki buni ko'rishimiz mumkin IntelliSense bilan mana user va user registration. Demak, mana bunga to'g'ri keldi. Buni sababi biz poolda haligi t qo'yib turib, demak, mana bu funksiyonga promise t berganimiz uchun mana shunaqa bo'ldi. Xo'p, endi klientga nima qaytaramiz? Klientga demak ikkalasini olib olaylik. User registration. Klientga return new HTTP response 201 qaytaramiz. Bu created degani yaratildi degani. Xo'p, userda demak passwordni olib tashlaymiz uni. Buning uchun adashmasam import remeda qo'ygan edik. Lodash alternativasi. Xo'p, remeda omit user password. Xo'p, userdan passwordni olib tashladik. Uni qaytardik. Yana bitta narsa qaytaramiz. Registration valid until. Ya'ni user yo tomonda bilish kerak qachongacha bu narsa ishlashini. Xo'p, user registration valid until. Xo'p, nima ishlamadi? Any deyapti. Get row valid until date bar. Demak, mana bu ishlamadi. Buni sababi bizni ESLint serverimiz eski databaseni metodani olgan. Bitta restart qilsak, o'zi yangi migration ishga tushdimi yo'qmi? Ishga tushibdi. Xo'p. Nega bu? Get row dedik, client query dedik. Va ichkarida SQL. Hammasi to'g'ri. Demak, Z ekan. Xo'p. Incorrect type annotation. Qiziq. Demak, mana bu joyda returning, demak, insert qilganimizdan keyin har doim returning yulduzcha yoki o'sha kolumnlarni ro'yxatini bermasak, demak, bazadan ma'lumot qaytib kelmaydi. Shuning uchun bizda demak shunaqa muammo bo'lgan ekan. Endi tuzaldi. Create user registration, demak, register user ham tuzalgan bo'lishi kerak. Demak, tuzalibdi. Mana bu joyda user registration valid until date.
user registration. Demak, bu ham tuzaldi. Xo'p, har doim root yaratganimizdan keyin albatta export type buni feature'ni export qilib qo'yamiz. Xo'p, register user feature type of register va uni demak frontendga export qilib qo'yamiz. Export register user feature. Demek user üstü notları joyga qo'yib qo'ydik buni. Register userni. Hop. Users deylik. Bu tokenning ichida turishi kerak. Bo'ldi. Endi buni pastga olamiz. Hop. Bu bo'ldi. Demak, nima qoldi? Export feature'ni export qildik. Register handler inap. Demak, app'da handlerni register qilib qo'yishimiz kerak. Hop. Register qildik. Demak, nima qoldi yana? Adashmasam bo'ldi. Hop, Redmi ni bir ko'raylik. Migration create qildik, DAO implement qildik, endpoint yaratdik va uni export qildik. Wrap into transaction ni ham implement qildik, handlerni ham yozdik, featurelarni export qildik. Demak, appga register qilib qo'ydik. Hop, adashmasam hammasi shular. Kelinglar, git status. Redmi ni olib tashlasak ham bo'ladi. Hop, git status. Git add all. Git commit. Hop, session 40. Implement register user root. Git push. Hop, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.